Bugun kechga somsa qilamiz. Tayyor xamir oldim. Mana bu tayyor xamir bor ekan, bo'lsa ham kesib qo'ydim, tayyorlab. Qiymasini tayyorlayman. Yaxshi, tayyor xamir bor ekan sizlar mendan somsa uchun. Mana bunaqa kichkina bir 6 ta sig'adi menimcha. Oyimlarning zakazi juda yaxshi ko'radi. Somsa yarim go'shtli, yarim qovoqdan qilaman. Qovoq yaxshi ko'rishadi. Xamir yoyib bo'ldik. Endi tashlaymiz hozir tez. Kecha ko'plar yozdi, ko'plar so'radi, qanaqa viza bilan kirdinglar Koreyaga. Bizaniki рабочий viza. Meni tanishlarim bilishadi. Oyim koreyanka. Shu oyim orqali biz kirdik Koreyaga. Ayrim joylarda yomg'ir yog'adi, shuning uchun ham bayram uchun bugun odam kam. Ertalab aylandik, yana uyga keldik. Bayramdan keyin aylanamiz. Dushanbadan xudo xolisa ishga chiqamiz. Ishim gaplashilgan. Qovoqli, hozir go'shtli birinchi qo'yib olaman. Qovoqli birpasda pishadi-yu. Shuni birinchi go'shtli pishirib yuborsam. Somsam pishdi. Ko'rsanglar bo'ladi. Go'shtli ham qovoqli ikki xil qildim. Bir pishdi. Go'shtli. Xamir va shishlayonni qusur-qusur. Kelinglar.